Hammaga assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bu videomizda video mavzusida ko'rib turganingizdek YouTube kanalni e, hamma narsasini to'liq o'chirib tashlashni ko'rib o'tamiz. Akalar, anchadan beri video darslar chiqarmay qo'ydik. Endi bu yog'iga yanada qiziqarli ma'lumotlar, yangidan-yangi YouTube algoritmlarini o'rgatib boramiz. Shuning uchun obuna tugmasini bosib, video tagidagi like va kommentariyalarni yozib qo'yinglar. Videoni ko'pchilik tomosha qiladi va biz bundan ilhomlanib ko'proq insonlarga yangiroq ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Akalar, YouTube kanalni o'chirish uchun ko'pchilik nima qiladi? YouTube kanalni o'chirish uchun Google akkauntni o'chirishdan foydalanadi ko'pchilik. Ya'ni Google akkauntni o'chirsa YouTube kanali va akkaunti nimadan yo'qoladi? Ya'ni YouTubedan yoki telefondan umuman chiqmaydi. Bu yerda kanal qolib ketadi, faqat o'sha akkaunt telefondan chiqarib yuboriladi. Endi akkauntdagi ma'lumotlarni saqlab qolgan holatda biz hozir YouTube kanalni qanday o'chirish haqida gaplashamiz. Akalar, Amerikan va oddiy YouTube kanallar ochish haqida video joylaganmiz. Bundan tashqari YouTube'da muammolar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hammasini hal qilib beramiz. YouTube kanalini, boshqa video kanal ochganman mana. Mana shu kanalni hozir o'chirib ko'ramiz. Buning uchun o'sha Chrome yoki Googledan istalgan brauzerdan YouTube Studioga o'tib olamiz. YouTube Studioga o'tish uchun Google yoki Chrome'ga YouTube Studio deb yozamiz va kirgandan so'ng mana bu yerda pastda desktop versiya degan narsa bor mana. Mana shuni yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda sizda ham xuddi shu holat ochiladi va bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan sozlamalarga kiramiz. Sozlamalar bo'limiga kiramiz. Hop, bu yerdan kanal va kengaytirilgan sozlamalar. Sizda ruscha chiqadi, meniki avtomatik tarjima qilganligi uchun hozir shunaqa chiqmoqda. Hozir buni o'chirib ko'rsataman mana. Mana shu holat mana. Bu yerda mana udalit content s YouTube. Mana shuni ustiga bosamiz. Ko'pchilik telefondan foydalanganligi uchun telefonda qilib ko'rsatyapman. Buni kompyuterda ham xuddi shu holatda qilsa bo'ladi. Akalar, fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar, chunki sizlar fikrlaring, bosgan layklaring bizni videomizni shunchalik rekomendatsiyaga olib chiqadi. Mana bu yerda kanalni yashirmoqchiman. Bunda o'chib ketmaydi. Faqat qachon qaytarsangiz o'shangacha nimada saqlanib turadi, lekin ko'pchilik sizni videolaringizni ko'ra olmaydi va bu yerda kontentimni butunlay o'chirib tashlamoqchiman bosamiz. Hop. Mana bu ikkala narsani yoqamiz, chunki hamma narsa o'chib ketishi kerak va elektron gmail manzilini mana bu yerdan nusxa olasiz va mana shu yerga qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi. Mana YouTube videosini o'chirish. Ozgina kutib turasiz va kontent o'chirib tashlanadi. Biroz vaqtdan keyin kirganingizda bu kanalingiz umuman yo'q bo'ladi. Shu Google akkauntingiz YouTube'ga kirganda noldan yangidan YouTube'ga kirgan bo'ladi. Xullas, videomiz mana shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.